Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Endi bizda onlayn xarid qilishingiz mumkin. Biz yangi sayt yaratdik. Bu ukamiz yangi sayt yaratdi. Xo'p, bu saytimiz qanaqa ishlaydi? Keling ko'rsatib chiqaman. Bu Bobur Usxo'zmak degan o'zimiz yasagan sayt. Sifatli elektr uskunalar qulay narxlarda deb sizlarni iliq so'zlar bilan kutib olishadi. Keyin bu yerda rus tili, ingliz tili bor. Direktorimizning nomeri ham bor. Keyin mana bu yerda har xil mahsulotlar bor. Bu hozircha test rejimida ishlayapti. Yaqin orada ommaga olib chiqamiz. Mana hamma mahsulotlarni o'tish. Hozir test rejimida 30 dan ortiq mahsulotimiz mavjud, to'g'rimi? Bu yerda lampalar kategoriyasi bor. Asbob uskunalar kategoriyalari bor. Keyin general, ya'ni mashinaga o'xshash asboblar, keyin lit drellar, hali to'liq mahsulot qo'shmadik, bu endi boshlanishi. Keyin siz bunga qanaqa mahsulot beraman demoqsiz. Mahsulotni savatga qo'shish, yoqdi, mana bu ham yoqdi deyiladi. Bu yoqqa уже сразу o'tadi mana savatchaga. Savatchaga boshi o'zi avtomatik hisoblab beradi. Summasini. Keyin buyurtma berish. Bu yoqqa ism Humoyun. Bu yoqqa nomer. Bu yoqqa uy manzil. Uy manzil masalan ikkinchi uy. Endi bu yoqda to'liqroq ma'lumot beriladi. Masalan Chinoz tumani, Hamza mahalla, Hamza ko'cha 22-uy. Endi men qisqaroq qildim. Yuborish. Keyin bizga tushadi. Mana buyurtmalarga o'tadigan bo'lsak, mana buyurtma keldi. Humoyun nomerdan keldi. Buyurtma Dussel lampa 30 watt, to'l sensorli apparat bitta, sirkulyatsionni arra bitta. Jami 1.885.000 so'm. Mana bu yerda uy manzili ikkinchi uyi. To'liq yozilmadi. Uy anosi va telefon raqamlar. Sizlar bizga qoldirgan telefon raqaminglar, men boya o'zim test qilib ko'rdim. Nomerimni. Menga instrument kerak, ko'proq narsalar olaman, shunday maslahat bering. Betga SMS qilib yozsanglar ham bo'ladi. Ya'ni o'zimizga mahsulot sotib olmasdan shunchaki so'rov qilib yozsanglar bo'ladi. Keyin biz buni qanday to'lov bajarsa bo'ladi? Shu o'zingiz bergan nomeringizga telefon qilamiz va keyin karta raqam aytamiz. Karta raqamga o'sha kerakli bo'lgan summani tashlab berasiz va bajarildi degan tugmani biz bosamizda dastavka xizmati sizning uyingizga dastavkani yetkazib beradi. Endi telefoni bor odamlar telefondan qanday ishlatiladi? Telefondan qanday zakaz bersa bo'ladi? Bu savolga biz bunday javob beramiz. Skaner qilamiz. QR kodni. QR kod Telegram kanalida yoki Instagram kanalimizda xuddi shu sahifa. Mana mahsulotlarni ko'rish. Mana o'zbek tili, rus tili bir xil. O'sha telefon versiyasi bu. Masalan, menga bu mahsulotimiz yoqdi. Savatga joylaymiz. Savatni bosamiz. Buyurtma berish. Xuddi shunday ism sharif, telefon raqam, uy manzili. Va yuborish bosiladi. Yuborish bosiladi va admin panelga tushadi. Biz uni qabul qilib zakaz berib ko'ramiz. Zakaz. Nomer 97lik. Bu yoqqa uy manzil masalan. Uy. Ketdi. Endi admin panelga o'tamiz. Mana ko'rishlar mumkin. Mana Jan Bolgarka. Bolgarka. Buni ham 590.000 so'm. bajarildi. Uni yuboramiz. Mana hozircha ikkita buyurtma tushdi bizga. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Bizda yaqinda tez kunda onlayn sayt. Omon bo'linglar.